Assalomu alaykum O'zbekiston. O'sha kun keldi. Xudo xolasa 27-iyun Qozog'istonda Octagon 88 turnirida jangimiz bo'ladi. Odilxon BMF kamariga asosiy karta urishadi. Men bo'lsa Qozog'istonlik raqib bilan haqiqiy jangda sizlarga ko'rsatamiz inshaalloh. Duoda bo'lib turinglar, kommentlarda olovchi O'zbekiston bayrog'ini tashab turinglar. Shu yigitlar yutsin deganlar, O'zbekiston Portugaliyani yutsin deganlar, gazini bosamiz o'rtoq. O'zbekiston olg'a, xudo xolida chiroyli g'alabalar bilan inshaalloh qaytamiz.